Qibray tumanining 282-maktabdan so'ng keladigan yo'lning chap qismidan kiriladigan Uzumzor mahallasi ko'pchilikka tanish. Aynan shu yo'lda chapga burilmay, yo'lning davomiy qismida Qibray hamda Chirchiqni tutashtiruvchi yangi trassa qurilgan. Avvallari Qibraydan Chirchiqqa o'rtacha 20 daqiqada borilgan bo'lsa, yangi qurilgan zamonaviy yo'l masofani salkam 15 daqiqaga qisqartirdi. Endilikda 5 daqiqada bu ikki hudud bir-biriga chambarchas bog'landi. Chirchiq aholisi uchun ham Yunusobod tumaniga kirish uchun atigi 20 daqiqa yetarli bo'ldi. Ammo mana qurib bitkazilganiga 2 yildan oshganiga qaramay, hali ham bu trassa rasman ochilmagan, foydalanishga topshirilmay, aksincha KAMAZ va ekskavatorlar yordamida yo'llarga ko'p miqdorda qum to'kilib, yo'l butkul yopilgan. Albatta, buning o'ziga xos mudhish sabablari bor. Said Chirchiqda istiqomat qiladi. Har tong xalq tilida Go'r Park deyiladigan markaziy bog'dan mashinasiga yo'lovchilarni olib, Buyuk Ipak yo'li metrosiga qadar eltib qo'yadi. Undan so'ng kun davomida poytaxt ko'chalarida taksi xizmatini ko'rsatish bilan mashg'ul bo'ladi. Mashina haydashni yoqtirgani uchun kirakashlikdan aslo charchamaydi, zerikmaydi. O'zi uchun qo'ygan har kunlik plani, ya'ni rejasi mavjud. Plan bitishi bilan yana xuddi o'sha yo'nalish bo'ylab metrodan yo'lovchilarni olib Chirchiqqa qaytib keladi. Shu bugun odatiy rejimiga xilof ish qildi. Kunduzi o'zi bilmagan holda svetoforning qizil chirog'idan qatlab o'tdi. Ortidan kimdir signal chalganidan keyingina payqadi. Kayfiyati biroz tushdi. Bir kunlik maosh o'z joyini topdi dedi ichida. Hali telefoniga jarima haqidagi SMS kelmagan bo'lsa ham u tushunib turardi. Jarimadan qochishning imkoni yo'q. Yaxshiyamki, mashinaning ijara pulidan qutulgan. Oldingiday o'zini qiynab kira qilishga majbur emas. Ammo baribir jarima bu yoqimsiz narsa. Lekin to'lamay qayoqqa ham boradi? Mayli. Shu bugun sal ko'proq aylanay. Metan puli va ertangi tushlikka ham nimadir qolsin, dedi va dasturni o'chirmay odam tashishda davom etdi. Limonariya ko'chasidan Qibrayga borib so'nggi buyurtmani yopdi. So'nggi mijozni manziliga eltib, soatiga qarasa 23:16 daqiqa bo'libdi. Soatga qaragani zahotiyoq o'zini charchaganini his qildi. Dasturni o'chirib, uyga qarab sekin yo'l oldi. Qibray tumanining Bahor to'yxonasi yaqinidagi ko'prik oldidagi svetofor qarshisida turar ekan, unda ikki yo'l bor edi. Biri aynan shu yo'ldan o'ngga qarab burilish, ya'ni Qibray markazidan Chirchiqqa qarab yurish. Ikkinchisi chap tomonga, ya'ni Bahor to'yxonasi orqali yangi trassa orqali borish. Yangi trassa hali foydalanishga topshirilmagan, ammo kunduzi undan odamlar foydalanardi. Yo'l yuziga tungi chiroqlar o'rnatilmagani bois tunda haydovchilar u yo'ldan yurmasdi. Yo'l shu qadar tekis va qorong'u ediki, bu zulmat mashina faralarini ham yutib yuborardi. Bu yo'ldan tunda yurganlar gapimni yaxshi tushunishadi. Said kuni bilan charchagani bois o'ylab o'tirmay yangi qurilgan yo'l orqali borishga qaror qildi. Kirakashlarning Telegramda o'zlarining guruhlari bor. Aynan shu guruhda u boshqa haydovchilardan eshitgan. Yo'l juda tekis va hech qanday radar yoki belgilar qo'yilmagan. Tezlikni bemalol oshirib haydash mumkin edi. 5 daqiqada yetib olish mumkin bo'lgan joyga nega endi yarim soatda borishim kerak, dedi va magnitola ovozini baland qilib yo'liga ravona bo'ldi. Ikki tomoni keng daladan iborat bo'lgan bu yo'lda oxirgi ko'rgani chap tomonga burilishdagi arkada vahimali shriftlar bilan yozilgan Uzumzor mahallasi bo'ldi. U to'g'riga yurib ketdi va yangi trassaga tushib oldi. Keng va bepoyon dalani o'rtasiga tushgan bu yo'l juda salqin, ammo o'ta qorong'u edi. Mashinani o'pkasini ochaylik. Bechora 60 dan oshmaydi. Klapanlari ham bo'g'ilib ketgandir, deb tezligini 100 km/soatiga chiqardi.
Zimiston yo'l bo'ylab ketar ekan, uzoqdan chiya bo'rilarning uvillashi-yu, yovvoyi itlarning ularga qarshi akillashi eshitilib turardi. Yo'l uzra borar ekan, yo'lning o'ng chetida nimadir ko'ringanday bo'ldi. Uzoqni yorituvchi chiroqni 2-3 marta yoqib o'chirib, obyektni ilg'ashga urindi. U avvaliga ot, keyin it bo'lib ko'rindi. Taxminan 30 metrlar qolganida esa o'rta bo'yli, keng, jo'ldir libos kiygan kishi ekani ma'lum bo'ldi. Yuzi qoramtir bo'lgani uchun uning jinsini tanib bo'lmasdi. Kirakashlar odatda yo'l chetidagi mijozlarga belgi berish uchun mashina faralarini 2-3 marta yoqib o'chirishadi. Bu odatga o'rgangan Said unga ham ishora berdi-yu, ammo yo'l chetidagi nusxa hech qanday javob qaytarmagach, yana gazni bosib o'tib ketdi. Mashina g'ildiraklari bir necha kilometrlarni, Said esa bir necha daqiqalarni quvib o'tar ekan, sal o'tmay xuddi shu siluet yana unga ko'rindi. Holat takrorlandimi yoki odammi, tushuna olmagan Said o'zini alahsiragandek gumon qildi. Bu safar burilish chiroqlarini o'ngga burib, haligi inson oldiga sekin yaqinlashdi. "Qayoqqa ekan, aka?" Jo'ldir va dag'al choyshab kiygan shaxs unga o'girildi. Ikki ko'zi kosasidan chiqqan, ko'zlarining joylashuvi ham bir tekis emas, turli joylarda. Lablarini bir qismi oqib tushib, sanoqli tishlari ko'rinib qolgan, peshona qismi cho'tir, ikkita kichkina shoxi bor. Qo'li esa kalta, uzun tuk bosgan, barmoqlari o'rnida itning panjalarini eslatadigan bir surat. Tizzasi esa bug'uning oyoqlariga o'xshagan tarzda bukilgan. Bu nusxani ko'rib qolgan Said o'z-o'zidan qichqirib yuborgandi. Qarshisidagi nusxa unga "Qora echkilar qabristoniga eltib qo'y meni" deyishi bilanoq mashinani haydab undan uzoqlashdi. Hali mashina katta tezlik olmasidan mashina atrofida chiya bo'rilar uni ta'qib qila boshladi. Ammo mashina tezlikni oshirishga erishgach, ular ham ortda qolib ketdi. Saidni endi sovuq ter bosgandi. U umri davomida hali bunchalik qo'rqmagandi. Qarshisidagi nusxa odammi yoki maxluqmi, miyasi farqlashga ojizlik qilar, uni turqini har eslaganida esa badanlari jivirlab ketar, oyoqlarini gazdan uza olmasdi. Said haligi ko'rgan nusxadan uzoqlashganiga ishonch hosil qilgach, o'zini bosib olish maqsadida baklashkadagi suvni ko'tarib ichdi va ortib qolganini boshi uzra quya boshladi. Shu zaylda biroz o'ziga kelgandek bo'ldi. 5 daqiqalik yo'l deyishadi. Bu yo'l tugay demayapti-ku, deb hovliqardi. Rostdan ham speedometr tezligi 120-140 soatni ko'rsatar, ravon va burilishsiz yo'l ha deganda ado bo'lay demasdi. Biroz chalg'iyman deya magnitoladan radioni yoqdi. Kimsasiz maskan bo'lgani uchun radio ham yaxshi ishlamas, aniqrog'i muayyan bir chastotaga ulanmas, bir ishlab, bir pishillab qolardi. Said yolg'iz va sukunatda ketgandan ko'ra radioning pishqirashini eshitishni afzal ko'rardi. Shu on radio ovozi tinib, unda "Qora echkilar qabristonidan o'tib ketding" degan ovoz keldi. Saidning yuragi qinidan chiqib ketay degandi. Darhol magnitolani o'chirdi va o'zi bilgan suralarni o'qishga hozirlandi. Ammo qo'rquvdanmi yoki tashqi ta'sir omilidanmi Saidning tili aylanmasdi. Shu payt orqa o'rindiqdan kimdir qo'lini uning yelkasiga qo'ydi. Yelkasiga boshini o'girgan Said itning tukli panjalarini ko'rib qichqirib yubordi. Vahimada rulni keskin burib yubordi va yo'l sathidan chiqib ketib, mashina bilan birgalikda butazor ichiga kirib ketdi. Ertasi kuni Saidning yo'l tubiga qulagan avtomobilini qutqaruvchilar maxsus kran yordamida chiqarib olishdi. Haydovchi esa voqea joyida halok bo'lgandi. Qutqaruvchilardan biri kranchiga qarab so'radi: "Bu nechinchisi?" "Bu oy hisobida 5-inchisi." "Nimaga hammasi mana shu darada avariya bo'layapti?"
Nimasini aytasan? Haddan ziyod tez haydashyapti-da bu yoshlar. O'pkalarini ham bosa olmay qolishgan. Qara, anavi tepalikda bir ayol qora echki yetaklab yuribdi. Ha, umi. Tez ko'raman uni. Har gal qutqarishga kelganimda doim bir joyga borib echkini so'yadi. Bu kampir kim? Folbinmi deyman-a? Bilmadim. Ammo shuncha joydan shu joygacha echkini piyoda yetaklab kelishiga hayron bo'laman. Echkilarni so'yib, shu joyni o'zida tashlab ketadi. Qabriston qilib yubordi shum kampir. Ha, tushunarli. Bu jinkash yaramaslarning ishi. Qanchadan qancha oilalarni buzib yuboradi bunaqalar. Men ham mana shu sababli oilam bilan ajrashganman. Zamonaviy va keng qurilgan ushbu trassa haydovchilar bilan bog'liq ko'ngilsiz holatlar sababli foydalanishga topshirilmasidan yopildi. KAMAZ va ekskavatorlarda yo'lning ikki boshlanish qismidagi nuqtasiga katta hajmda beton va qumlar to'kilib, yo'llar berkitildi. Rasman qog'ozda yo'lning foydalanishga topshirish standartlariga javob bermasligi vajida yopildi. Aslida esa sababsiz ravishda sodir bo'layotgan hodisalar, aynan bir darada yuzaga kelayotgan avariyalar va unga hech bir shaxsning tayinli bir izoh bera olmasligi edi. Aslida esa bunga umuman boshqa bir narsa sabab bo'lgandi. Yo'lning ochilishi shu yilning Mustaqillik bayramiga mo'ljal qilingandi. Ammo yo'l haqidagi shov-shuvli xabarlar yuqoriga yoki ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketmasidan oldin shu yo'lni topshirishga mas'ul odamning o'zi shaxsan borib vaziyatni o'rganmoqchi bo'ldi. Tun yarmida raqamiga bayroq belgisi tushirilgan Mercedes Maybach avtomobili ushbu zimiston trassaga yo'l oldi. Mashina motori baquvvat, o'zi yumshoq bo'lgani uchun katta tezlik unda sezilmasdi ham. Tun yarmida aynan mana shu avtohalokatlar sodir bo'layotgan daraga yaqin qolganida haydovchini ko'zi ilinib, nimagadir qattiq zarba berdi. Haydovchi va orqa o'rindiqda o'tirgan amaldor nima bo'lganiga tushunishga ulgurmasdan xavfsizlik yostiqchalari ishlab ketib, ko'rishni mutlaqo yopib qo'ygandi. Haydovchi amallab mashinani to'xtatdi. Ikkovlon mashinadan tushib, nima bo'lganini tushunishga urinishardi. Nima bo'ldi? Bilmadim, shef. Ko'zim ilindi shekilli yoki tezlikdan ulgurmay qoldimmi? Birorta bir itni urib yuborgandirsanda. Menimcha kattaroq shekilli. Mashina banferiga qarang, lobavoygacha zarbasi sezilibdi. Fanarni yoqib, atrofni kuzatishar ekan, mashinadan 30 metrlar nariroqda bir kampirning jasadi yotar. Uning oldida esa qora echki jon talvasada yotardi. Ikkisi ham qonga belangan. Kampir qo'lida echkining bo'ynidan qolgan arqonni mahkam ushlagancha jon taslim qilgandi. Echkini yarim tanasi esa majag'lanib ketgan. Obbo! Yarim kechasi qorong'uda echki yetaklab balo bormi bu kampirga? Bunday qorong'uda nima qiladi ko'cha sang'ib, shef? Bilmadim. Menimcha aqldan ozgan bo'lsa kerak. Ko'p o'tmasdan uzoqdan chiya bo'rilarning ovozi eshitila boshladi. Yur, hayda mashinani, ketamiz bu yerdan. Kimdir ko'rib qolmasin. Bu yo'lni o'zi bexosiyat ko'rinadi. Tekis yo'lda qoqilib o'tiribmiz. Bitta kampir va bexosiyat yo'l va mana bu echkini deb shuncha yillik karyeram va obro'yimga nuqta qo'yishni istamayman. Sen ham og'zingga mahkam bo'l. Gullab yurmagin. Ertalab mashinani ustaxonaga tashlab kel. Hayda. Mana hali hanuzgacha bu yo'lda tunda hech qanday ko'cha chiroqlari o'rnatilmagan, qop-qorong'u holida huvillaganicha turibdi. Ammo eski darada echkilarni so'yib tashlab ketish holatlari yo'qolib ketdi.
Haydovchilar endi bu yo'lni asta aylanib, Botanika ko'chasi orqali yurishadigan bo'ldi. Hali ham tunda uzoqlardan elas-elaschiya bo'rilarning uvillashi eshitilib turadi. Ayrimlar buni tabiiylikka yo'yadi. Ayrimlar esa yovuz, mudhish holatdan ogohlantirish deydi. Ammo hozirgacha ham bu yo'ldan tunda o'tishga tavakkal qiladigan yosh haydovchilar uchrab turadi. Ularning taqdiri esa hozircha noma'lum. Hurmatli haydovchi hamda tinglovchilar, balkim sizlar meni YouTube platformasida shunchaki tasodifan uchratib qolgan bo'lishingiz mumkin. Balkim keyinchalik adrenalinga boy hikoyalarni tinglamoqchi bo'lsangiz, meni topa olmay qolishingiz mumkin. Shu bois eski mikrofon deb nomlangan kichik bir auditoriyamizga obuna bo'lishni unutmang. Shu zaylda tasavvur ummonimga sizni ham tortib ketaman. Birgalikda g'arq bo'lamiz. Salomat bo'ling.